Bemor 2 yil mobaynida вообще yurmagan. 2005-yil patsientimiz bizga murojaat qilganda oyoqlarini proksimal chasti, barmoqlari oldi часть stopalari уже nekroz bo'lgandi. Quyidagi suratda ko'rishingiz mumkin. Bemorda bu kelib chiqish surati trombozdan davolangan, nimalardir operatsiyalar qilingan. Kasalni bizga yo'naltirgan doktorlar уже amputatsiya uchun yuborgandi. Ko'rib o'rganib chiqilgandan keyin harakat qilamiz, oyoqni saqlab qolishga deb harakat qildik. Birinchi etapda xirurgik обработка qildik. Hamma amortizирующий тканlarni oldik. Undan keyin naблюдат qilib, несколько etap vakuum terapiya, местное лечение 3 oy mobaynida ko'shni plastika qildik. Hozirgi holati, operatsiyadan keyin 1 oy o'tdi. Hozir 90% yara уже bitib bo'lgan. Bemorimiz asta sekinlik bilan yurishni yana yo'lga qo'yyapti. Bemor 2 yil mobaynida вообще yurmagan, oyoqlar nastupat qilmagan, yurmagan. Hozir endi asta sekinlik nimada yana yurishni boshlayapti. Bu bemorimizni dальше yana naблюдат qilamiz. Bu holatlarda shoshilmaslik kerak. Har 1 santimetr tikan bu важно.